Tak yaxshimisiz, tinchmisiz? Ha, rahmat. Stop. Bobo, bu yerda nima qilyapsiz? Bolam, yaxshimisan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz o'zingiz? Bo'ladi. Короче, desang, momang haydavor uydan. Nima uchun haydaydi? Shu idish tovoqlarni o'z vaqtida yuvmagandim. Xonangiz chang bo'lib ketgan ekan, o'shaning uchun haydavordi. Men bugun uyingda yashab tursam bo'ladimi? Bo'ladi-ku, lekin men bir janobiydan so'rasam bo'ladimi? Mayli, so'rasang so'rar. Bo'pti, hozir so'rab kelaman. Janob mer, janob mer, uydamisiz? Ha, kiraver, uydaman. Yo'q, buncha vahima bilan yugurib kelyapsan. Короче, bobom kelibdi qishlog'imizga, lekin men unda turmoqchi ekan. Siz ruxsat berasizmi? O'shanga so'ramoqchi edim. Nimaga ruxsat bermaskanman? Qancha ruxsat bermayman-da. Yashamaydi uyda boboy. Nima deganingiz bu? Boboy ko'chada yashaydi. Men tarafga uy so'raganda uy bermadim. O'shaning uchun ko'chada yotibdi. Nima deganingiz bu endi? Nima deganimni o'zing bilasan. Uy qurib beribdan ko'ra boboyga, jinni. Shunaqa demaysizmi? Bo'pti, mayli, qurib beraman. Faqat qara, boboy juda ham ehtiyot qil, o'zi qarib qolibdi-yu, boboy haydab boribdi. Boboyga ham tushuntirmaydi, bobom nima qaytadingiz degan. Okey, momom meni ham haydab boradi. Sen boboyning uyida yashamaysan-ku, tentak. To'g'ri. Kelib turib o'zimni uyimda haydab borsa-chi? Jinnimisan, seni o'zingning uyingda haydaydimi kelib? Endi aytib bo'lmaydi-da. Aytib bo'lmasa bo'lmasin. Короче, senga buyruq, borasan, boboyga chotki uy qurib berasan, aytganini qil. Mayli, lekin nimaga siz bobomni tarafini olyapsiz bunaqa qilib, lekin ko'chada yashasin deyapsiz? Meni uyimda yashasa bo'lmaydimi? Seni uyingda o'zi bir kishi zo'rg'a yashaydi. Yaqinda xotiringni olib kelmoqchisan. Xotiringni olib kelsan, keyin xotiring qo'ymaydi-ku boboyni birga yashagani. Bu gapingiz ham to'g'ri. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Jo'xa. Aytgancha, obunachilar tez asosiy kanalda 30 mingta qilib tashinglar. Xotinimni qaytarib olib kelmoqchiman. Sen shu bilan obunachi yig'moqchimisan, aldab obunachilarni keyin olib kelmasdan? Yo'q, aldamayman, olib kelaman. Bo'pti, agar olib kelmasang, qishloqdan haydab boraman. Obunachilar eshitdinglar va olib kelmasa men haydayman Jo'xani. Bo'pti, olib kelaman, janob mer, vahima qilmang. Bo'pti, olib keladi. Sizlar ham vahima qilmanglar obunachilar. Bo'pti, mayli, ketdim, bobomning yoniga boray. Bobom o'zi ham rostdan ko'chada yotibdilar. Bobo, nima qilib yuribsiz? Qanaqasiga buncha narsani olib keldingiz bu yerga? Taksi bilan kelgandim, taksi shu yerga tushib ketdi. Ko'zingizga nima qildi? Momong urgandi, tushib ketdi bu yerga. Bo'ldi, bobo yig'lamang. Bobo endi diski bo'lish shart emas bu uchun. Tak, bu sandig'ingizning ichida nima bor? Bu yerda kerakli narsalarim bor edi. Yaxshisiz-da, lekin kerakli narsalar vobshe ko'p bo'ladi-da. Endi iloji olib keldim o'zim bilan. Bo'pti, mayli, ochib ko'ramiz. Tak. Xo'p, ichida gitara, gitaraga nima bor, bobo? Endi bilasan, qo'shiqni yaxshi ko'raman, gitarani qo'shig'ini chalib ber. Tak. Zo'r chalayapman, bobo. Vashshi, lekin ma'no yo'q bu qo'shig'ingda. Ma'no bor-ku, bobo? Yo'q, ma'no yo'q. Qo'yib bo'ldi gitarani joyiga. Bo'ldi, qo'ydim. Bu to'xtamay qo'shiq aytib yotibdi-yu. Shunaqa tutqanog'i bor, tutaveradi. Yaxshi. Bu yerda 500 rubl bor ekan. Buni nimaga olib yuribsiz? Rossiyaga borganimda ishlagandim, o'sha qolib ketibdi. U kerak bo'lib qolar Rossiyaga qaytib borsam. U pizzani yashigi nima kerak, bobo? Endi u ham kerak bo'lib qoladimi deb o'ylagandim-da, kerak bo'lib qoladi, nima joyiga qo'y. Mayli. Kolonka bor ekan, kolonka to'yga olib borasizmi buni? Vaqtda artistlik qilganman, to'ylarga yurganman, o'shanda kerak bo'lgan. Yaxshi, lekin o'z gitarist ovoz o'chmayapti, nima qilsam bo'ladi? Bilmam, nima qilib iltimos. Bo'pti, hozir to'xtang, qaysidir yetilda uyning ichiga tashlab o'rayin, uyning ichiga qo'shiq aytib o'ta. Tak, nima qo'shiq aytmayapti? Mana, короче, u tagoy gitara ekan, bo'ldi, kerak emas. Ovoz baland ekan. Bizga hech kelmaydimi? Kelmayapti, yaxshi. Menga qara, uyingga gitara olib borib tashladim. Borib o'rganginda men qishloqda yakkaxon konsert qo'ygin, maylimi? Rostdanmi? Soqqa qilsam bo'ladimi shuni ortidan? Albatta, konsertga kirishni pulli qilib qo'ysang, vashchi milliarder bo'lib ketsan. Rahmat, kallam ishlamabdi qara-ya. Bor, kallangni ishlat, bor. Bobo, davay, unpacking davom ettiramiz. Endi ichida 0 giga balo bormi, bobo? Endi bolam, bobo, to'g'ri, momong aytgandi, 0 bilan короче, nima qiling degandi, nima edi? Uylarni tozalang degandi. Bo'lmasa 0 gini olib qo'ying chekkaga deganda sandiqqa solib qo'ygandim. Bakalashga nima bor endi? Bo'sh bakalashga ichida hech balo yo'q. Kerak bo'ladi, qo'y joyiga. Mayli, mikrofonmi?
qalay zo'rmi? Namuncha kichkina bu bobo? Menga o'zi shunaqalar yoqadi. Sen aytgancha streamer bo'lmoqchi edingmi? Ha, bo'lmoqchiman. O'shanga stream qilsang bo'ladi, gapirib mana shu mikrofonga. Ha, bu Fitmillar asrdan qolib ketgan, bunga gapirsam ovoz yozoladimi? Конечно, yozadi bolam. Vashshi mikrofon ikkita ko'rmaysanmi? Ko'ryapman, mana bu narsa nima ekan? Bu nima bobo? Короче, bu eshik bunker eshigi. Buni nimaga olib yuribsiz? Kerak qoladi deb olganman-da bolam. Yaxshi, Rolton. Bobo, men sizga Rolton yemang dedim. Uning ichida qurtlari bor. Yomon, sizni kasal qilib qo'yadi. Bolam, kasal qilganga sifatgacha kasal qiladi. Siz bilmaysiz, kasal qilib yotibsiz-da. Bolam, sen ishing bo'lmasa men och qolgan vaqtim yeyaveraman. Farqi yo'q menga. Bo'pti, o'zingiz bilasiz. Arra, mau kualda, lopata, ratsiya. Bu narsalar nima kerak bu? Men ratsiya nima kerak? Men vaqtida armiyaga borganman, o'shanda bergan. Tingit qilsang giz qiladi. Tingit qilsam giz qiladi? Tingit qilsang giz qiladi. Yozib qo'yibdi, qara, GHZ deb. Gers degani u, bobo. Gersmi? Unda tingit qilsang gers qiladi. U gers boshqa narsa, ovozingiz chastotasi u, bobo. Men kimdir SMS yozibdimi deb o'ylabman gers deb. Yo'q, hech kim yozmagan. Buni joyiga qo'yib qo'yay tinchgina. Mana bu lapata bilan kuvalda keyin arra nima olib keldingiz? Janob mer aytdimi senga menga uy qurib berishingni? Ha, aytdi. O'sha uy qurishingga kerak bo'ladi-da bolam. To'g'ri. Bo'pti bobo, unda siz shu yerda turing, men borib o'sha mana ular bergan narsalaringizdan foydalanib ikkita narsa olib kelay. Qanaqa narsa olib kelasan? Uy qurishga kerak bo'ladigan tosh, daraxt degandek. Bo'pti, borib tezroq olib kel, kutib turaman. Men ko'chada issiqda ko'p qolishim mumkin emas. Kallamni qara, tepa kalman. Rostdan ham bo'pti bobo, hozir kelaman. Birinchi o'rinda bizga daraxt bilan tosh kerak. Bu narsalar bilan olsa bo'larmikan? Uyimdan borib tapor pirkamni olib kelaymi ekan? Qani? Normal-ku. Tashar ekan rostdan ham. Kuvalda bilan tosh titay qani? Kuchi yetmasa ekan kuvaldan ham mayli. Daraxt kesishga arrani kuchi yetami ekan? Arrani kuchi yetmasa agar borib tapor bilan pirkamni olib kelishim to'g'ri keladi. Arra yaxshi kesar ekan, akalar qaranglar. Normal. Faqat kirka kerak bo'lib qoldi. Mayli, kirkani olaman-da, o'sha uyimda oldidagi shaxtadan turibmasa tushib tosh olib chiqaman-da, bobomga cho'tki qilib bitta uy qurib beraman. Okey, nechta bo'ldi? 10 ta vashi yetmaydi. Bobomga normal uy qurib berishim kerak, lekin momom kelib bu uydan ham haydab yuborsa, bobomni keyin nima bo'ladi? Shu momomga yaxshilab tushuntirishim kerak. Bobomni haydamang, o'zi qarrigan. Momom qarrigan qizig'i, ikkalasi ham qarrigan. Prosta momomni qanday bobomga kuchi yetyapti, qandaysi bular bir-biri bilan urishib, qandaysiga momomni momom xullas, короче, bobomni haydab yuboryapti. Tushunarsiz, bo'ri. Boboni momo haydaganini ko'rganman, momoni bobo haydaganini. Umuman olganda qariyalar bir-birini haydaganini vash ko'rmagan ekanman. Qarichilikda nima kerak ekan bir-birini haydash? Mayli, o'zlari biladi. Lekin o'zlari bilgandan ko'ra o'zlari bilmagani yaxshi, chunki qari bilganni par bilmas deb qo'yibdi akalar. Shunda biladimi, ular bilmaydimi? Kommentariy yozib qoldiringlar, mayli. Men lekin vashchi tushunmayapman, bo'ri. Endi bobomni qarichiligi turib meni qarichiligim boshlanyapti. Mana narsa nima uchun kerak ekan? Menimcha bu tosh sindirishgami yo'q. Bobo, hozir kutib turing. Tosh olib keldingmi? Mana bu narsangiz tosh sindirmas ekan. Sandiqqa solib qo'yib bo'lmas, tegma unga. Bo'ldi, qo'ydim. Mayli, tezroq quray, men zerikdim. Mayli. Ya'ni o pianinoni, qanaqa pianino, gitarani olgan, buzib tashlaydi, o'zimga kerak. Bo'pti. Faqat o'zim chalib yuraman 1-2 marta, ya'ni 1-2 soatmi, 1-2 minutmi xullas. Akalar, obunachilar, sizlarga men o'zimda chiroyli konsertimni qo'yib beraman. Tingir, eshtinglar. Eshitilyaptimi akalar? Yo'q, eshitilmayaptimi? Menimcha eshitilyapti sizlarga, lekin takoy musiqa chalib beryapman. Tushunganlar qanaqa musiqaligini kommentariy yozib yuboringlar. Men o'zim tushunmadim, to'g'risini aytsam, o'shaning uchun sizlardan so'rayapman, tushundinglarmi, yo'qmi deb. Bo'ldi. Ana endi tosh olib chiqaman. Qancha tosh kerak ekan? Normal uy qurish uchun normalgina tosh kerak. Gitarani chalib deganda ishlayveraylik, zerikmasdan. Xo'p, mana nechta tosh olsam bo'lishini taxmin qilib kommentariy yozib qoldiringlar. Qani bitta uy qurish uchun sizlar nechta tosh sarflaysizlar Minecraftda? Minecraft o'ynashni bilasizlarmi o'zi? Menimcha bilmaysizlar, chunki bilmaganinglar uchun ham men videomni ko'rib o'tiribsizlar. Meni videomni ko'rib o'rganib olsanglar bo'ladi, qanaqa qilib o'ynashni ko'ryapsizlarmi, qanaqa qilib. Kirka bilan tosh titadi, misol uchun. Sizlar bilarmidinglar shuni yo bilmasdinglarmi? Bilmagan bo'lsanglar o'rganib olyapsizlar. Hatto mana gitarani ovozi vashshi ekan rostdan ham. Menga qanaqadir g'alati tuyulyapti, chunki
gitarani qo'limga olmasam o'zidan o'zi chalinib yotibdi. Avtomat rejim bor ekan shekilli, avtopilot yoqilgan turibdi. O'zidan o'zi qo'shiq aytib yotibdi yoki AI bormikan? Menimcha sun'iy intellekti bor, o'zidan o'zi qo'shiq aytadigan AI o'rnatilgan bo'lsa kerak. Xo'p, nechta tosh bo'ldi? 54 ta, почти 1 stak bo'lib qolibdi. Bobomga qanaqa stilda uy qursam bo'ladi? Bobomga endi qariyalar usulida uy qurish kerak. Ya'ni menimcha zina qilib o'tirishim kerak emas. Chunki bobom zinadan chiqquncha belo tutib qoladigan bo'lsa, boru keyin grija bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bobomga unaqa qilmasligim kerak. Ya'ni zinasiz qilib berishim kerak uyni. Xo'p, qayerdan qursam bo'ladi? Bobo, sizga uyni qayerdan qursam bo'ladi? Lapatkangni yig'ishtir, boshimga urib berma tag'in. Bo'pti. Tak, qayerga qo'ysam ekan? O'zimda uyimni yonidan qurib bersam bo'ladimi, bobo? Ha, bo'laveradi. Menga shu tekis joy bo'lsa bo'ldi. Hozir shuni aytib o'tgandim o'z obunachilarimga. Aytdim, obunachilar ko'ryapsizlarmi? Zinadan chiqa olmaydi bobom. Shuni ushlab qoladi, beli bor, vashi yiqilaveraman. Shuni qursam ekan o'zimni uyimda oldidan. Takoy bo'ladi, lekin bor akalar, uyim katta bo'lib ketadi kakras. Lekin mana bu yerdan mashina o'tib qo'ygan vaqti avariyni bo'lib qoladigan bo'lsa, to'satdan bobomning uyiga chiqib ketsa mashina dabdal bo'lib ketishi mumkin. Jamna katta uyni kerak yo'q akalar, mana shu daraxtgacha qilib borsam bo'ladi. Orqa tomondan boshqa biror nima narsa qurib borsam bo'laveradi. Birinchi mana full tozalab yuborayin-da, pol qismini tosh qilsam bobomning oyog'i og'riydi. O'shaning uchun taxta qilib berishim kerak. Taxta qilsam maza qilib yashaveradilar-da bobom. O'zingizlar bilasizlar, endi tosh qanaqadir zak bo'ladi degandek. Olamiz, bitta gitara chalib qo'yay, qani o'zidan o'zi kuylab yotar. Bo'ldi. Endi o'zidan o'zi aytaveradi akalar. Tak, o'z bu yerda full taxta. Tushunmadim, hamma daraxt taxtaga aylantirib yuboribman. Obbo, daraxt kerak edi menga. Yana borib daraxt olib kelamanmi? Nechiva daraxt olib kelish qiyin emas. Yaqin joyda daraxtlar bor, o'shalardan olib kelaman. Burchaklarga daraxt qo'ymoqchi edim. Obbo, hamma mayli nechiva akalar. Yana bir qator qo'yishimiz kerak. Mana qilib daraxt qo'yib chiqmoqchi edim-da. Ketdim, borib daraxt olib kelay. Bu tomonda daraxt bormikan? Bu tomonda unchalik ko'p emas, lekin mayli topolganimcha olib kelaman. Lekin mana bu tomonda ko'p ekan. Shu tomonni olib kelsam bo'ladi. Arra zo'r narsa ekan, lekin men shu paytgacha tapor bilan kesib yurardim. Endi arra sotib olib turib, arra bilan kesaymikan? Yo, arra bilan kesmaymikan? Arra qandaydir sekinroq kesadi, chunki g'ir borib kelguncha vaqt o'tib ketadi. Ko'proq vaqt ketib qoldi degan bu degani o'sha kesish sekin degani akalar. O'shaning uchun ham arradan ko'ra tapor udobniroq. Tapor bilan tap urasizlar, tayyor kesiladi. Arra bo'lsa aksincha g'iz bo'ladi. G'ildirakni g'izillatib g'ildiratdi degandek bo'ladi-da. O'shani kommentariy kim ko'p yozsa, ya'ni tez aytishda bu sizlarga, tez aytish emas, to'g'ri komment yozsanglar, agar bu tez yozish bo'ladi sizlarga. G'ildirakni g'izillatib g'ildiratni kim ko'p yozsa, o'sha g'olib bo'ladi akalar. Davay. Bir-biringlar bilan bellashinglarchi kommentariyaga. Men esa bobomni uyini tezroq qurib bitkatsam, keyin momomni ham borib ko'rib kelaman, ahvoli qanday ekan. Ish qilib borgan paytim meni urib ketmasin, sen hali bobongga uy qurib berdingmi? Men bobongni haydab yuborgandim, sen o'zing bobongga qarab o'tiribsanmi desa, yo'q, unaqa bo'lmasa kerak. Unaqa bo'ladigan bo'lsa qochib qolaman, lekin momom jahli yomon, bitta tur bag'darib tashlashi ham mumkin. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta ekan-da. Bu tomoniga ham bitta, ikkita, uchta, to'rtta normalli. Endi ustki qavatiga tosh qo'yamiz. Xuddi mana shu uyimni o'ziday qilib yopishim kerak bu tomonlarni ham. Manakay va bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Takoy, tappa takoy akalar. Ko'ryapsizlarmi? Qurilishda yoraman, bori shu paytgacha yorib kelganman, dalish yoraman. Chunki qurilishda ishlaganman-da akalar. Qurilishda ishlash boru nimaga o'xshaydi deymi? Ustachilikka o'xshaydi. Chunki ustalar qurilishda ishlaydi, boshqa kim ishlaydi? Sartarosh borib ishlaganini ko'rganmisizlar? Sartarosh ishlamasa kerak, sartaroshlar. Tagi qatori bir qator tosh ekan. Bobomga zak o'tmasin dedim-u, hammayli o'tar ekan, nayloj. Bu tomonlar taxta bo'lib ketadi endi akalar. Короче, mana shunaqa qilib cho'tki uy qurib beraman akalar. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib tashinglar, videoga like bosib tashinglar. Xullas, hammasi chiki chaka bo'lib ketsin akalar.